kimdir internetga chiqadi, masalan, jigar so'ziga patent oldim. Bu mavzu ancha dolzarblashib bormoqda. Rejali iqtisodiyotga asoslanganmiz va Jon Lokni mehnat nazariyasi mavjud. Habilim qaysidir davlatda joylashgan. Ton qonunchiligi bo'yicha qanday amaliy javobgarlik choralari qo'llaniladi? O'zi aslida brend bu iqtisodiy termin. Bu marketingda qo'llaniladigan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi podkastimizda O'zbekistonda tobora dolzarb masalaga aylanib borayotgan intellektual mulk haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz fuqarolik huquqi sho'basi katta o'qituvchisi O'ktamjon To'xtayev. Ustoz, taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Taklif etganinglar uchun albatta katta tashakkur bildiraman. Bugungi suhbatimiz o'ylashimcha hamma uchun mazmunli bo'ladi degan umiddaman. Keling ustoz, avval intellektual mulk o'zi nima degan savolga javob olamiz. Bu kuzatuvchilarimiz uchun ham qiziq va foydali ma'lumot bo'ladi. O'zi umuman intellektual mulk haqida gapirishdan oldin mulk nima degan savolga javob berish kerak bo'ladi. Bilamizki, umuman insoniyat sivilizatsiyasi jarayonida umuman fuqarolik muomalasini bir asosiy obyekti mulk hisoblangan bizda. Falsafiy jihatdan mulk to'g'risida turli xil qarashlar bo'lgan. Shu paytgacha Jon Lokni mehnat nazariyasi mavjud, ya'ni unga ko'ra fuqarolar, insonlar o'zining jismoniy mehnati orqali tabiatdagi muayyan ne'matlarni o'zlashtirib, uni o'ziniki kabi qiladi va shu asosda mulkka egalik qiladi deb hisoblangan. Lekin zamon shu qadar rivojlandiki, ya'ni oldinlari yer uchastkasi, binolar, inshootlar, oltin bo'lishi mumkin, qo'ylar yoki teri shunga o'xshash fuqarolik muomalasida mulk bo'lgan bo'lsa, keyinchalik axborot asri boshlangandan keyin g'oyalar, tasvir, asar, matn va shunga o'xshash yangi turdagi nomoddiy mulklar ham paydo bo'lib boshladi. Buni biz Friedrix Gegelning shaxsiyat nazariyasi bilan bog'laymiz. Ya'ni unga ko'ra inson o'zini irodasi va shaxsiyatini tashqi obyektiv dunyoga chiqarib beradi va shu orqali u huquqiy ifodani oladi. Biz buni huquq sohasida intellektual mulk deb nomlaymiz. Ya'ni bu intellektual so'zini qo'shish orqali, ya'ni inson o'zining intellektual faoliyati orqali, ya'ni kognitiv faoliyati orqali muayyan bir natijani tashqi obyektiv dunyoga chiqarib beradi, ya'ni yaratadi. Buni biz fuqarolik qonunchiligi turli xil ko'rinishlarda guruhlaymiz. Bulardan birinchisi o'sha fuqarolik kodeksi 2-qismini 1031-moddasiga ko'ra birinchi guruh bu intellektual faoliyat natijalari, ya'ni buni o'zini ham ikkiga bo'lib olamiz. Bu birinchisi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar. Buning ichiga asar, ijro, fonogrammalar yoki eshittirishlarni kiritsak, ikkinchi katta guruh bu sanoat mulki obyektlari hisoblanadi. Ya'ni bularga ixtirolar, foydali model, sanoat namunasi va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Rahmat ustoz ma'lumot uchun. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu mavzu ancha dolzarblashib bormoqda va sizningcha O'zbekistonda intellektual mulk huquqlari bo'yicha eng ko'p uchrayotgan muammolar qaysilar? Biz mana intellektual mulk masalasini ko'rib oldik nimaligini. O'zi umuman fuqarolik huquqini har qanday prizmasida muammolar mavjud. Bu oldin ham bo'lgan, hozir ham mavjud, keyinchalik ham bo'ladi. Intellektual mulk sohasidagi muammolar ham biz o'sha yuqorida guruhlab olgan sohamizga qarab turli xil ko'rinish kasb etadi. Masalan, mualliflik huquqi sohasini oladigan bo'lsak, bu sohada muammolar tizimli ravishda oldindan mavjud bo'lgan. Ya'ni masalan, eng keng tarqalgani bu qaroqchilik, ya'ni piratlik deyishadi. Deylik, inson o'zini matn ko'rinishidami, musiqa ko'rinishidami, video ko'rinishdami asar yaratgandan keyin bilamiz, masalan, odatdagi an'anaviy moddiy mulklarda deylik bitta insonni olmasi bo'ladigan bo'lsa, uni kimdir olib qo'yishi an'anaviy, ya'ni axloqiy jihatdan bizda noto'g'ri hisoblangan. Buni biz jinoyat qonunchiligi bo'yicha jinoyat deb hisoblaydigan bo'lsak, axloq tomonlama bu ya'ni gunoh yoki shunga o'xshash axloqiy ko'rsatkichlar orqali noto'g'ri hisoblangan. Qaroqchilikda esa mana nomoddiy ne'matlarning shunday xususiyati bor, ularni nusxalash imkoniyati mavjud. Ya'ni bitta original asarni boshqa ko'rinishda, deylik, rasmni fotosuratga olish orqali yoki videoga olish orqali yoki bir kishini ijrosini qayta ijro etish orqali nusxalash imkoniyati mavjud. Mana shu holatlardan, ya'ni insonlar foydalanib, endi buni turli xil ildiziga qaraydigan bo'lsak, sotsiologik va iqtisodiy sabablarga borib taqaladi. Masalan, biz shu paytgacha Sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida rejali iqtisodiyotga asoslanganmiz va sotsial tuzum asosida harakat qilganmiz. U paytlarda esa shaxsni, ya'ni
xususiy mulk ustuvorligi bo'lmagan. U paytda hamma omma mulki bo'lgan. Ya'ni yaratilgan asardan yoki yaratilgan ixtiro foydali modellarni ya'ni ijtimoiy funksiyasi, ya'ni omma foydalana olsin degan ma'noda ko'proq u jamoat manfaatiga qarab ketgan. Ya'ni bu yerda ko'proq shu gonorar masalasi yoki tashakkurnomalar tarzida mukofotlar bo'lgan. Keyinchalik mana zamonaviy bozor iqtisodiyotiga o'tgandan so'ng o'sha intellektual mulk obyektlarini tijoratlashtirish masalasi paydo bo'ldi. Endi aholini baribir xarid qobiliyatiga qaraymizda. Masalan, qo'shiq yoki kinoni pul ko'rinishida sotib olish kerak. Ideal holatda siz tasavvur qiling, universitetlarda, tadqiqot markazlarida yoki davlat organlarida odatdagi, masalan, operatsion tizim masalasi bor. Deyarli ko'pchilik O'zbekiston hududida, balki bu haqiqatda o'sha aholining xarid qobiliyatiga bog'liq, operatsion tizimni bepul foydalanishga odatlangan, o'rgangan. Ya'ni buni noto'g'ri deb hisoblamaydi. Qonunbuzarlik yoki axloqqa zid deb hisoblamaydi. Bu o'sha yuqorida aytganimizdek, o'sha nusxalash imkoniyatining mavjudligi odamda bir o'zini oqlov funksiyasi bo'ladi-da. Ya'ni men undan nusxalab olar ekanman, muallifda baribir qolyapti-ku original nusxa deydi-da, o'zini o'zi oqlaydi. Va ikkinchi masala o'sha o'zini iqtisodiy imkoniyatlari, uni ya'ni aholini real daromadi ko'proq bizda shu ehtiyojlarini ta'minlashga qaratilgan, u ortiqcha pul sarflashni xohlamaydi. Deylik, streaming portallariga, streaming servislariga pul to'lab kino ko'rgisi kelmaydi. U xuddi Uzmoviga o'xshash yoki turli xil maxfiy Telegram kanallardagi ma'lumotlardan foydalanib kino ko'rish mumkin, qo'shiq eshitish mumkin. Va biz mana shu muallifni ruxsatsiz axborotni, ya'ni mualliflik huquqi obyektlarini tarqatganlikni qaroqchilik deb nomlaymiz. Bu hozirgi kunda umuman O'zbekiston miqyosida eng keng tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi. Yana bir katta guruh bor, ya'ni bu kontrafakt mahsulotlar deymiz. Kundalik iste'molimizni taxminan bir qancha qismi aslida kontrafakt tovarlarga to'g'ri keladi. Biz uni e'tibor qilmaymiz. Deylik, ko'chada ko'rib qolamiz, inson Adidas tasviri tushirilgan kepkani yoki Adidas yoki Nike tasviri tushirilgan futbolkani kiyib yuradi. Lekin ko'p holatda bu kontrafakt tovar bo'ladi. Ya'ni tovar belgisi egasini ruxsatsiz ishlab chiqarilgan Xitoy Xalq Respublikasida yoki O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan tovar bo'ladi. Bu ham o'sha intellektual mulk huquqi bilan bog'liq dolzarb va global muammolardan biri. To'g'ri ustoz, aholi o'rtasida va siz misol keltirganingiz kabi va shunga o'xshash bir qancha noto'g'ri va xato fikrlar mavjud. Masalan, faqat san'atkorlar yoki yozuvchilar mualliflik huquqiga ega degan noto'g'ri tushunchalar bor va shu kabi tushunchalarga nima deya olasiz? To'g'ri, aholi orasida xuddi shunga o'xshash mif deb nomlaymiz, miflar mavjud. Mualliflik huquqi bir shunday huquqki, u yaratilish paytidan boshlab biz yuqorida aytdik, o'sha shaxsning irodasi tashqi dunyoga chiqishi holati dedik. Bizda mualliflik prezumsiyasi degan qoida bor. Ya'ni konstitutsiyadagi huquqlardan foydalanib har kim bilamiz, o'sha ijod qilish huquqiga ega, matn ko'rinishidagi asarlarni yaratish orqali kimdir havaskor shoir bo'lishi mumkin, kimdir havaskor qo'shiqchi bo'lishi mumkin yoki kimdir pantomima bilan shug'ullanishi mumkin, kimdir raqs bilan shug'ullanishi mumkin. Ya'ni bu cheklanmagan, faqat san'atkorlar bilan yoki faqat olimlar bilan cheklanmagan. Har qanday shaxs o'sha mualliflik huquqi obyektini yaratish orqali hech qanday ro'yxatdan o'tkazishlarsiz mualliflik huquqiga ega bo'ladi. Hozir ko'pchilik internet tarmoqlarida juda ham faol va internetdan olingan rasm yoki videolarni bemalol ishlatishadi va buni oqibatlari qanaqa bo'lishi mumkin? Mana shu hozirgi kundagi, ya'ni huquq prizmasidagi eng og'riqli masalalardan biri hisoblanadi. Internet bizni kundalik hayotimizga birlamchi vosita bo'lib kirib kelib bo'ldi. Ya'ni biz axborotni asosiy qismini mana shu internet orqali olyapmiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ya'ni oldinlari odamlar haligi ko'ngilochar ma'lumotni yoki kinoni, qo'shiqni televizordan olishga o'rgangan. Lekin hozirgi kunda bu internetga ko'chib bo'ldi. Siz kino ko'rmoqchi bo'lsangiz, futbol tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, qo'shiq eshitmoqchi bo'lsangiz, televizor orqali emas, qo'lingizdagi smartfon orqali foydalanasiz. Va mana shu jarayonda biz internet bilan to'qnashamiz, ya'ni axborot olishga ko'maklashuvchi vosita. Mana shu jarayonda turli xil mualliflar o'zini, ya'ni asarini internetga boshqalar foydalanishi uchun, undan bahramand bo'lish uchun joylashtiradi. Deylik, biz Google misolida oladigan bo'lsak, Google bilamiz, o'sha integratsiyalashgan tizim, qidiruv tizimi, u
hamma jamiki internet veb-saytlarida joylashgan rasm, qo'shiq yoki ular to'g'risidagi ma'lumotni oshkor qiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha masalan rasmdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, siz qidiruv berasiz. Deylik, Ronaldo degan ismni internetga qidiruv bersangiz, uning turli xil suratlari chiqib keladi. Suratni ustiga bosgan taqdiringizda pastki qismda ushbu surat, ya'ni mualliflik huquqi bilan himoyalangan bo'lishi mumkin degan yozuv chiqadi. Ya'ni muallif internetga rasmni joylashi uni boshqalar erkin suratda foydalanishi mumkin degani emas. To'g'ri, qaysidir holatlarda mumkin. Buni bizga o'sha mualliflik huquqi va turdosh huquqlaridagi to'g'risidagi qonun yoritib bergan, ko'rsatib bergan. Deylik, birinchisi bu ta'lim maqsadlarida yoki ilmiy tadqiqot maqsadlarida asardan muallifi ruxsatsiz foydalanishi mumkin. Qaysiki, ya'ni muallifning nomi, ism-sharifini, manbasini ko'rsatgan holatda. Yoki kundalik yoki ommaviy axborot vositalari orqali xabar ko'rinishida ham uni asarni qaysidir qismlaridan foydalanish mumkin. Bu yerda ham maqsad asarni tijoriy maqsadda takrorlash bo'lmaydi. Ya'ni shu maqsadlarda mumkin. Rahmat ustoz. Real hayotda ko'p uchratdim, ya'ni amaliyotda mashhur kompaniyalarning brend nomlaridan oddiy xalq, ya'ni kichik biznesda foydalanishmoqda. Bu qanchalik u mashhur kompaniyalarning biznesiga salbiy ta'sir qiladi yoki buni qonuniy asosi qanday bo'lishi mumkin? Bizda intellektual mulkni yana bir guruhi bor. Ya'ni biz uni ish, xizmat yoki subyektlarni shaxslashtiruvchi vositalar, ya'ni individuallashtiruvchi vositalar deymiz. Bu bir tovar, ish yoki xizmatni boshqa xuddi shunga o'xshash tovar, ish, xizmatdan farqlab beradi. Uni huquqdagi nomi tovar belgisi. Xalq so'zlashuvida buni ko'proq shu brend yoki logotip so'zlari bilan qo'llashadi. O'zi aslida brend bu iqtisodiy termin. Bu marketingda qo'llaniladigan, ya'ni kompaniyaning iste'molchilarga berayotgan va'dasi bu brend, ya'ni bu sifat ko'rsatkichlari bilan yoki vaqt mezonlari bilan yoki shunga o'xshash ishonchlilik mezonlari bilan belgilanadi. Biz buni huquq ya'ni terminologiyada tovar belgisi yoki xizmat ko'rsatish belgisi deb nomlaymiz. Ushbu obyektga nisbatan, ya'ni toza to'laqonli huquq qachon paydo bo'ladi degan savol paydo bo'ladigan bo'lsa, bu bizda vakolatli davlat organi bor. Hozirgi kunda intellektual mulk departamenti Adliya vazirligi huzurida va mana shu departamentda talabnoma topshirish orqali bilamiz, bizda tovar belgilarining nitsa klasslari bor, ya'ni 45 ta klasslardan bittasini tanlash orqali u mana shu sinfda tovar belgisiga ega bo'ladi. Ya'ni buni turli xil sinflari bor. Oziq-ovqatlar bo'yicha alohida sinf yoki alkogol mahsulotlari bo'yicha alohida sinf, xizmatlar sohasida yuridik konsalting xizmatlar yoki maslahat xizmatlari yoki ta'lim xizmatlari, reklama xizmatlari, mana shu xizmatlardan birini tanlash orqali u muhofaza oladi o'sha, ya'ni belgiga nisbatan. Boshqa kichik tadbirkorlik subyektlari foydalana oladimi degan savolni qo'yadigan bo'lsangiz, agar yirik kompaniya yoki boshqa tadbirkorlik subyekti mazkur belgiga guvohnoma oladigan bo'lsa, xalq tilida yana bitta termin bor, ya'ni patent deyishadi. Aslida bu huquqiy savodxonlik va haligi terminologik murakkablik bilan bog'liq. Patent turli xil kontekstlarda qo'llanadi. Biz buni ko'proq shu sanoat mulki obyektlarida qo'llaymiz. Tovar belgilariga nisbatan guvohnoma so'zini ishlatganimiz to'g'riroq. Kimdir internetda chiqadi, masalan, jigar so'ziga patent oldim deb qo'llaydi. Aslida u guvohnoma olgan va guvohnomani ham qaysidir sinfga nisbatan olgan. Patent so'zini oldim, endi boshqalar ishlata olmaydi degan so'zni qo'llash bu huquqiy kontekstda noto'g'ri, chunki u muayyan sinfdagina olgan. Uni ko'radigan bo'lsangiz, reklama xizmatlarini ko'rsatish sinfida olgan bo'lsa, demak, reklama sohasida videoni qaysidir mahsulotni reklama qilayotganda jigar so'zini qo'llash, endi bu yerda ham sal baribir ekspertiza kerak. Ertaga huquqbuzarlik holati paydo bo'lganda biz jigarni ikki xil kontekstda qo'llaymiz. Birinchisi insonning biologik a'zosi bo'lsa, bittasi shaxsni tavsiflovchi bir aniqlovchi sifat, ya'ni yaqinlik munosabatini belgilovchi qandaydir sifat. U ko'proq o'sha ikkinchi ma'noda muhofaza olingan o'ylashimcha. Endi holatdan kelib chiqib qanday qo'llashadi bilmadim. Mana shu jigar so'zi demak reklama sohasidagina muhofaza qilingan. Bu demak kimdir ertaga oziq-ovqat sohasida jigar so'zini patentlamoqchi bo'lsa yoki guvohnoma olmoqchi bo'lsa, hech qanday taqiq yo'q. Siz demay olishingiz mumkin. Xo'p, yuqoridagi savolingizga qo'shimcha ravishda, bog'liq ravishda agarda shunaqa holatlar yuzaga kelsa, ya'ni intellektual mulk huquqi buzilish holatlari yuzaga kelganda, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha qanday amaliy javobgarlik choralari qo'llaniladi? Intellektual mulk obyektlarini buzish masalasida turli xil javobgarlik choralari bor.
Biz buni hozircha 3 ga bo'lib o'rganganimiz ma'qul. Bulardan birinchisi bu fuqarolik huquqiy javobgarlik, ikkinchisi ma'muriy huquqiy javobgarlik, uchinchisi bu jinoyat huquqiy javobgarlik. Bularning hammasini javobgarligini o'zini xususiyatlari bor, ya'ni farq qiladi tubdan. Masalan, fuqarolik huquqiy javobgarlik buni maqsadi bor. Biz bu yerda ko'proq huquqni tiklash va yetkazilgan zararni qoplash masalasini ko'rsak, ma'muriy huquqiy javobgarlik va jinoyat huquqiy javobgarlik ularning maqsadi ko'proq shaxsni tarbiyalashga qaratiladi. Ya'ni muallif yoki boshqa sanoat mulki obyektini egasi manfaatdor bo'ladi ko'proq fuqarolik huquqiy javobgarlikdan. Chunki nimaga? Masalan, ma'muriy javobgarlik jarima ko'rinishida javobgarlik tayinlansa yoki jinoiy javobgarlik sifatida jarima tayinlanadigan bo'lsa, bu pul miqdori davlat byudjetiga o'tib ketadi. Lekin fuqarolik huquqiy javobgarlikda esa belgilangan tovon summasi yoki yetkazilgan zarar, ya'ni muallifga yoki huquq egasiga to'lanadi. Shu tomonlama biz farqlab olsak bo'ladi. Fuqarolik huquqiy javobgarlikni qo'llash uchun bizda turli xil sudlar bor, ya'ni fuqarolik sudlari va iqtisodiy sudlarga da'vo bilan chiqish mumkin. Ma'muriy yoki jinoyat holatlarida esa tegishli vakolatli davlat organiga, biz o'sha yuqorida ta'kidlagan intellektual mulk departamentiga shikoyat qilish orqali ham huquqlarni himoya qilish mumkin. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, kichik biznes egalariga yoki blogerlarga intellektual mulk qonunchiligini buzib qo'ymasliklari uchun qanaqa maslahatlar bera olasiz? Kichik tadbirkorlik subyekti sifatida faoliyatni boshlar ekanmiz. Mana shu tovar belgisiga bo'lgan, ya'ni muhofazani olib qo'yganimiz ma'qul. Biz olmasak nima bo'ladi? Agar 5 yil davomida, 3 yil davomida xuddi shu tovar belgisiga deylik ofiyat somsa degan so'zni olaylik. Men hozir ma'lumotga ega emasman, ular muhofazaga olganmi yo'qmi? Ular internet, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil videolar olib, o'zini belgisini ommaga tanitib borishyapti. Mana shu holatda deylik, misol sifatida oladigan bo'lsak, ofiyat somsa xuddi shu tarzda kontent olib, ommaga o'zini belgisini ma'lum qilib, lekin muhofaza olmaydigan bo'lsa, qaysidir tadbirkor, ya'ni insofsiz tadbirkor shundan xabar topib qoladigan bo'lsa, u bizda bilamiz, shu ingliz huquqidagi first to file doktrinasi ishlamaydi, ya'ni kim birinchi foydalangan doktrinasi ishlamaydi-yu, bizda kim birinchi talabnoma topshirgan masalasi ko'tariladi. O'sha insofsiz tadbirkor shu belgiga nisbatan talabnoma topshirib, agar guvohnoma oladigan bo'lsa, ertaga siz uchun, ya'ni huquqiy nizolar, muammolar paydo bo'lishi mumkin. Demak, u talabnoma topshiradi va sizga nisbatan endi foydalanmaslik va yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha da'vo bilan qo'zg'ashi mumkin. Bu ertaga sizni haqiqatda oldindan foydalanganligingizni isbotlash yoki qo'shimcha sud nizolari yoki qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Xuddi shu masalada talabalar, yosh ijodkorlar va startapchilarda qanday? Ya'ni ular o'z g'oyalarini qanday huquqiy himoya qilishlari mumkin? Bu savolga turli xil kontekstda ko'rish mumkin. Uchalasini 3 xil ko'rinishda ko'rib chiqsak, masalan, talaba misolida olib qaraydigan bo'lsak, agar talaba muallif sifatida huquqlarini himoya qilmoqchi bo'lsa, bu prezumpsiya, ya'ni hech qanday byurokratik to'siq yo'q huquqni himoya qilish uchun. Shunchaki fiksatsiya qilib qo'yish kerak. Deylik, agar maqola yozadigan bo'lsa yoki shunga o'xshash adabiyot ilmiy asar yaratayotgan bo'lsa, uni nashr etish orqali yoki biror bir elektron pochtaga jo'natib qo'yish orqali yoki Telegramdagi qaysidir kanalida qaysidir muddat vaqt bilan fiksatsiya qilish orqali ham ertaga muallif ekanligini isbotlab berish mumkin. Ikkinchisi, yosh startaperlar misolida ko'radigan bo'lsak, bu yerda avvalambor startapda turli xil intellektual mulk masalalari bor. Ko'pchilik aytadiki, masalan, meni bir tadbirkorlik g'oyam bor. Deylik, mana shu g'oyani patentlasam bo'ladimi degan savolni bildirishadi. Yo'q, bizda qonunchilik bo'yicha g'oya, usul, ifodalar patentlanmaydi, ya'ni himoyaga olinmaydi. Uni bir tijorat siri sifatida muhofaza qilish mumkin. Bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Bu siz deylik, startap g'oyangiz bor, endi siz qaysidir investorni jalb qilmoqchisiz yoki o'zingizning jamoangizga qo'shimcha bir dasturchilarni, marketologlarni jalb qilmoqchisiz. O'sha paytda ularni xizmatidan foydalanayotganda yoki muzokaralar paytida bizda NDA shartnomalar degan shartnoma turi bor, ya'ni maxfiylik kelishuvi to'g'risidagi shartnoma. O'sha tijorat siringizni boshqalarga oshkor qilmaslik to'g'risidagi kelishuvni agar tuzadigan bo'lsangiz, shu orqali siz o'sha g'oyadagi tijorat siringizni himoya qilishingiz mumkin. Rahmat ustoz. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, ya'ni ko'pchilik hozirda Instagram, Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan bemalol rasm, video va boshqa kontentlardan foydalanishmoqda. Endi esa raqamli muhitda mualliflik huquqini himoya qilishda qanday qiyinchiliklar mavjud? Shu haqida ozroq ma'lumot bersangiz. Biz yuqorida qisman ma'lumot berdik. O'sha
axborotni iste'mol qilish maydoni hozirgi kunda shu ko'proq ijtimoiy tarmoqlarga to'g'ri keladi. Ya'ni bir o'rta yoshli yoki kichik yoshdagi insonni kundalik vaqt sarfini ko'radigan bo'lsak, o'rtacha 1 soatdan 4 soatgacha shu ijtimoiy tarmoqda o'tishi mumkin. Va shu jarayonda u qaysidir content makerlarning tovarlaridan, ya'ni intellektual mulk obyektlaridan foydalanadi. Mana shu jarayonda bir qancha muammolar bor. Ya'ni biz bu yerda ko'proq shu transchegaraviy masalani ko'taramiz, chunki siz kontentni boshqa davlatda turgan, deylik, Habileym qaysidir davlatda joylashgan, u qaysidir davlatda joylashish orqali o'sha yerni qonunchiligi bo'yicha kontentni joylaydi. Siz uni kontentidan foydalanib yoki o'zbek tiliga tarjima qilib, O'zbekiston Respublikasida agar foydalanayotgan bo'lsangiz, bu aslida katta ehtimol u davlat agar xalqaro Bern konvensiyasiga a'zo bo'lgan bo'lsa, mualliflik huquqi asari butun xalqaro miqyosda muhofaza qilinadi. O'sha paytda huquq buzilish holati mavjud. Yoki ko'proq shu blogerlar, influenserlar foydalangan, ya'ni uchraydigan muammolar mavjud. Ulardan bittasi shu labellarga o'xshash yoki musiqani ya'ni backgrounddagi foydalangan musiqalar bilan bog'liq muammolar mavjud. O'sha transchegaraviy masalaga yana qaytadigan bo'lsak, bizda ikkita masala paydo bo'lyapti. Ya'ni davlat belgilaydigan qonun va platforma belgilagan qonun o'rtasidagi to'qnashuv. Qaysi biri ustuvor deydigan bo'lsak, hozirgi kundagi muomalada shu ko'proq platformani o'zini foydalanish qoidalari ustuvorlik qilyapti. Ya'ni siz deylik chet eldagi shaxs sizni huquqingizni buzgan bo'lsa, u davlatdagi sudga yoki O'zbekiston Respublikasi joylashgan sudga murojaat qilgandan ko'ra, platformani o'zini, ya'ni administratorlariga yoki ko'rib chiqish, qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qilish sizni ishingizni ko'rib chiqishni yoki nizoni bartaraf etishni bir necha barobar osonlashtiradi. Xarajat tomonlama ham, vaqt tomonlama ham va ertangi ijobiy natija bo'yicha ham. Ya'ni o'sha masalan Meta misolda oladigan bo'lsak, Metani Facebook yoki Instagram tizimlariga egalik qiladi. Instagramni o'zini algoritmi bor. Ya'ni siz u yerda qo'shiqlardan muallifning ruxsatisiz foydalanayotgan bo'lsangiz, agar qo'shiq mashhur maqomda bo'lsa, tizim avtomatik ravishda sizni bloklaydi, ya'ni ovozni o'chirib qo'yadi. Yoki YouTube misolda oladigan bo'lsak, siz YouTube'ga nima maqsadda kontent qo'yasiz? Mualliflar odatda yoki shaxsiy brendini oshirish yoki monetizatsiya maqsadida qo'yadi. O'sha monetizatsiyani YouTube bloklab qo'yishi mumkin. Siz demak qaysidir qismda boshqa muallifni ovozidan yoki videosidan foydalangan bo'lsangiz, buni tizim inson faktorisiz, inson omilisiz avtomatik ravishda qayd etadi va shu holatdan boshlab sizni yoki monetizatsiyangizni, ya'ni tijoratlashuv faktoringizni o'chirib qo'yish mumkin yoki sizga nisbatan qandaydir taqiqlar, banga o'xshash javobgarlik choralarini qo'llashi mumkin. Va mana shu holatlarga, ya'ni shu muammoli holatlarga uchramaslik uchun blogerlar, influenserlar yoki boshqa kontent yaratuvchilarga tavsiya etamizki, rasmlardan foydalanishda ham xuddi Google'dagi ochiq manbalardan emas, balki o'sha Pexelsga o'xshash yoki Unsplashga o'xshash, bizda Freepik degan, Shutterstock degan turli xil platformalar bor. U yerdan siz pulli ravishda yoki u yerdagi bepul ochiq foydalanishdagi o'sha Creative Commons deymiz, o'sha non-profit maqsadda, notijoriy maqsadda ulardan olib foydalanishingiz mumkin. Bu endi ertangi siz uchrashingiz bo'lgan muayyan bir xavflardan muhofaza qiladi sizni, ya'ni sug'urtalaydi deb qaraganda. Intellektual mulkni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni ko'pchilik uchun murakkabdek tuyuladi. Bu borada qanday soddalashtirishlar bor? To'g'ri, haqiqatda o'sha xalq orasida bilamiz, shu tarixiy, buni ham shu tarixga bog'lasak bo'ladi. Bizda shu yaqin yillargacha ko'proq shu og'ir institutlar mavjud bo'lgan, byurokratik, aholi ma'lumotlarni olish uchun poytaxt markaziga kelib, shu orqali ular muayyan hujjatga egalikni qo'lga kiritgan. Intellektual mulkda ham balki mana shu sotsiologik yoki siyosiy muammolar tufayli ham aholi ongida shu narsa o'rnashib qolgan, ya'ni ular qiyin deb o'ylaydi. Biz mualliflik misolida ko'rdik, bu prezumsiya, hech qanday ro'yxatdan o'tkazish talabi yo'q, lekin ayrim obyektlar bor. Masalan, tovar belgisi yoki ixtiro, foydali model, sanoat namunalarida esa muhofaza sharti u yerda ro'yxatdan o'tkazish. Mana shu jarayonda odamlarda bir erinchoqlik yoki huquqiy savodxonlikning yetishmasligi sababli qanday olish masalasiga ularda javob bo'lmasligi mumkin. Hozirgi kunda o'sha 2022-yildan boshlab prezidentning 221-sonli qarori bilan intellektual mulk sohasidagi ma'muriy islohotlar amalga oshirildi va o'sha ro'yxatdan o'tkazish masalasi ancha soddalashtirilgan.
Bizda o'sha Adliya vazirligini o'zini maxsus portali bor. Biz buni im.adliya.uz sayti bor. Mana shu saytga kirib, maxsus o'sha One ID orqali ro'yxatdan o'tib, har qanday shaxs, jismoniy shaxs bo'ladimi, tadbirkorlik subyektimi yoki yirik kompaniya o'zini intellektual mulk obyektini ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Va bu ancha oldingiga qaraganda soddalashtirish sifatida qabul qilsak bo'ladi. To'lovlar masalasi ham oldinlari deylik bankka to'lov qilish tarzi amalga oshirilgan bo'lsa, hozirgi kunda turli elektron to'lov tizimlari orqali o'sha fiskal ma'lumotlar bilan to'lov qilish mumkin. Tashrifingiz uchun rahmat ustoz. O'ylashimcha, bugungi suhbatimiz juda ham manfaatli va foydali bo'ldi. Yana bir bor taklif uchun rahmat aytaman. Keyingi suhbatlarda, balki boshqa mavzularda yana bir manfaatli suhbatlarni o'tkazishga umid qilamiz.